Mana qilganga yarasha qilay debman-da. Boyagi birinchi bitta motor oluvdim, bo'lmadi. Keyin bitta Minskga qo'yilgan motor oldim, bu ham yoqmadi. Hozir achchig'im chiqdi-da, bor bitta yangi lochin motor oldim, 150 lik. Keyin mana kassa provodasini ham oldim, ikkita yangi oynacha. Men pultlar, o'ziniki bor bilan olib tashlayman, pultlar, troslar, taqir-tuqir, rukoyatga, tablo, hali yana bir ikkita narsalar esimdan chiqib ketibdi. Keyin mana elektrikka aytib, men ulasam bir simpimni dutab-putab ketmasin buni. Sidinka chexol, bakovoy noshka, arqa yangi pakrishka bo'ladi, pitrashina. Короче, bu qilib mana bo'lsin. Bu keyin apkatkadan chiqib bir zominlarga yo bo'lmasa boyagi Hazrat Sulton O'zbekiston eng baland cho'qqisiga boraman deyapman-da, bu bilan agar ush qilsa bir aylanib kelib, keyin bu kishini sotamiz-da nasib bo'lsa. Pulini primerna kommentariyaga yozaveringlarchi.